Bitta fuqaro bilan ichki ishlar xodimini o'rtasida konflikt chiqsin, fuqaro haq bo'lsa ham, bilasizmi nima qilib tashlaydi uni? Chunki ichki ishlarda vakolatda shunchalik ko'pligi va uni tiyib turish prinsipi ularga nisbatan ishlay olmayotganligi oqibatida fuqaroni rasvo chiqib, uni aybdor qilib tashlashadi. Yoki bitta prokuratura bilan, mana masalan Bo'stonliq tumanida kecha menga murojaat keldi 2-3 kun oldin. Bo'stonliq tumanining Qapalma degan mahallasida ekan, bitta fuqaro videoga olib yubordi. Uyini prokuratura xodimi borib buzib tashlayapti. Tasavvur qilyapsizmi? Umumiy vakolatiga kirmaydi. Prokuraturaning xodimi borib fuqaroning uyini buzish bilan shug'ullanyapti. Buzib tashlab, u videoga olib aytyapti. Prokuratura xodimi ana mashinasining telefonlari ham turibdi. Haqiqatan prokuraturaning mashinasini minib kelib buzdirgan kimlargadir aytibdi. Vot mana buzdirishman. Nimaga bular qilyapti? Chunki vakolat juda ham katta ularda va ularda tiyib turadigan hech kim yo'q. Biz qonunlarimizda ularni hech kim tiya olmaydigan qilib yaratib qo'yganmiz. Ya bir deputat borib, baraka topqin nima qilyapsan desin, deputatni ham ikki kerak bo'lsa, qovushini to'g'rilab qo'yadi yoki bu narsani uyushtirib qamab ham qo'yishi mumkin. Prokuratura bilan deputatning kuchini bitta qo'yib ko'ring. Tumanning prokurori bilan tumanning deputatning bir kuchini ko'ring, qanaqa ekan. Yeb qo'yadi prokuror. 30 ta deputat kerak bo'lsa gamlamay yutadi. Chunki qonunlar shunaqa bo'lib qo'ydi. Keyin yana bitta narsa-da, bizda ham bunaqa narsa. Bu hamma sohada shunaqa, bizanikilar shug'ullansa shunaqa, mana bu sohani rivojlantirish uchun bizga pul kerak, shuning uchun narxini ko'tar deydi. Elektr energiyada qo'shimcha quvvatlar qilishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak, shuning uchun narxini oshirdik deydi. Endi tasavvur qiling, bir mana Coca-Cola firmasi bor. Unga iste'mol ko'paydi. Tasavvur qiling, mana oldin bitta kola ichardik, endi ikkita kola ichishni boshlasak, zavod kuchi yetmayapti. U narxni oshirib zavod qurmaydi-yu, oldin o'zini yonidan pul xarajat qiladi, zavod quradi-da, keyin u zavod o'zini 5 yildan 10 yilda oqlaydi, u umid qiladi. Men deydi, mana deydi, iste'molchilar ko'paygani hisobiga hozir o'zimni yonimdan pul sarflay deydi, keyin ulardan olaman deydi. Yo'q, bizda hozir biz elektr energiyasini ko'paytirishimiz kerak, liniyalarni to'g'irlashimiz kerak, podstansiyalarni, stansiyalarni to'g'irlashimiz kerak, o'shaning uchun narx oshirmasa bo'lmaydi deydi. Yoki bo'lmasa utilizatsiya qilishimiz kerak, zavod qurishimiz kerak, hali qurilmagan-ku. Zavod qurishimiz kerak, o'shaning uchun pul kerak bizga deydi. Siz oldin quring, u xizmatni ko'rsating, keyin pulini oling. Balkim sizning xizmatingiz bizga yoqmas. Bizda xohishga qarab joriy qilinsa kerak, mana soliqlar va bojlar. Soliq va bojlar xohishdan kelib chiqib, xohishga qarab joriy qilinsa kerak deyman. Nimaga desangiz, odamlarning xohishi oynani qoraytirishga edi, tarzitib qo'yildi. Odamlarning xohishi elektromobil olishga edi, tarzitib narxlar ko'tarilib ketdi. Odamlarning xohishi uy olishga edi, tarzitib kreditlar narxi oshib ketdi, shag'allar narxi oshib ketdi, sementning narxi oshib ketdi. Odamlarning xohishi mana soliqda prezidentimiz tashabbusi bilan qilingan, aylanmadan olinadigan qat'iy soliqqa o'tishga edi, tarzitib 2026 yanvardan bekor qilinishi to'g'risida soliq qonunchiligiga o'zgartirish kiritildi. Tadbirkorlarning xohishida xohlamagan narsasiga majburlaniladi. Xohlagan narsasi bo'yicha bojlar ko'tariladi, soliqlar joriy qilinadi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Odamlarning xohishi avtomobilni yuvib, toza qilib yurishga edi, tarsitib o'sha suv bo'yicha narxlar oshirib yubordi. Odamlarning xohishi konditsionerda o'tirish boshqa edi. Endi misol uchun elektr energiyani men bilmayman, nimagadir shu formulaga tushiradi, balki adashayotgan. 1-maydan utilizatsiya yig'imi faqat elektromobillar uchun undiriladi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra 2025-yil 1-maydan boshlab ishlab chiqarilgan muddatidan boshlab 3 yildan ortiq bo'lmagan elektromobillar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 120 baravari miqdorida, ishlab chiqarilgan muddatidan boshlab 3 yildan ortiq bo'lgan elektromobillar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 210 baravari miqdorida etib belgilandi. Utilizatsiya yig'imi faqat elektromobillar uchun belgilangan bo'lib, gibrid va qolgan transport vositalari bundan mustasno. Utilizatsiya ham albatta bizni sog'lig'imizni saqlash uchun, o'sha qanaqadir chirib yotmasligi uchun qilinayotgan ish bo'lishi mumkin, lekin narxlarga e'tibor bering. Yevropada bor yo'g'i 100, 200, 300 dollar ekan. Bizda bir necha barobar oshirilyapti va adashmasam elektromobillarga 4000 dollarga yaqin utilizatsiya yig'ini yig'ilyapti. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha utilizatsiya yig'inini qayerga ishlatyapti, qayerda o'sha utilizatsiya qilinyapti deb savol berishga jamoatchilik vakili sifatida haqqimiz bormi? Utilizatsiyadan oldin bitta narsaga ko'pchilik ahamiyat bermayapti. Bu nima degan savol tug'iladi. Tasavvur qiling, men Xitoydan, chet davlatdan avtomobil xarid qildim. Elektromobil. Va uni Qozog'istonga, Qirg'izistonga sotib oldim. Uni batareyasi
O'zbekistonda utilizatsiya qilinmadi. Menga pulimni qaytarib beradimi? Mana savol turibdi-da, hali qilinmagan ish uchun pul olinib turibdi. U umuman qilinmasa-chi, hali qilinmagan ishga pul olib turibdi, nimaga olib turibsiz desangiz, bir kun kelib utilizatsiya qilamiz-ku deb turibdi. Umuman qilmasa-chi? Mana savol. Va bu pul o'zi qayerda yig'ilib turibdi? Yig'ilib turibdimi, zavod qurilib turibdimi? Keyin yana bitta narsa-da, bizda ham naqa narsa. Bu hamma sohada shunaqa, bizanikilar shug'ullansa shunaqa, mana bu sohani rivojlantirish uchun bizga pul kerak, o'shaning uchun narxini ko'tar deydi. Elektr energiyada qo'shimcha quvvatlar qilishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak, o'shaning uchun narxini oshirdik deydi. Endi tasavvur qiling, bir mana Coca-Cola firmasi bor. Unga iste'mol ko'paydi. Tasavvur qiling, mana oldin bitta kola ichardik, endi ikkita kola ichishni boshlasak, zavod kuchi yetmayapti. U narxni oshirib zavod qurmaydi-yu, oldin o'zini yonidan pul xarajat qiladi, zavod quradi-da, keyin u zavod o'zini 5 yildan 10 yilda oqlaydi, u umid qiladi. Men deydi, mana deydi, iste'molchilar ko'paygani hisobiga hozir o'zimni yonimdan pul sarflay deydi, keyin ulardan olaman deydi. Yo'q, bizda hozir biz elektr energiyasini ko'paytirishimiz kerak, liniyalarni to'g'irlashimiz kerak, podstansiyalarni, stansiyalarni to'g'irlashimiz kerak, o'shaning uchun narxi oshirmasa bo'lmaydi deydi. Yoki bo'lmasa utilizatsiya qilishimiz kerak, zavod qurishimiz kerak, hali qurilmagan-ku. Zavod qurishimiz kerak, o'shaning uchun pul kerak bizga deydi. Siz oldin quring, u xizmatni ko'rsating, keyin pulini oling. Balkim sizning xizmatingiz bizga yoqmas, balkim kelgusida chet davlatlardan tashkilotlar kelardi, bizdan batareyamizni sotib oladi. Yo, menga bering batareyangizni, men sotib olaman-da, utilizatsiya qilmayman. Uni qayta ishlab, qaytadan boshqa o'sha kerakli moddalarni qo'shib unga yana qilamandir. Misol uchun, utilizatsiya umuman qilinmas. Qanaqadir o'zgartirish kimlik endi xo'p qarang, bu savolni jamoatchilik vakili sifatida siz men berishimizdan tashqari shunga mas'ul bo'lgan, biz bilan sizni iste'molchilarni himoya qilishga mas'ul bo'lgan, monopoliyaga qarshi kurashishga mas'ul bo'lgan tashkilot bu savolni berishi kerakmi yoki faqatgina biz muhokama qilib yana shu hammani yodidan chiqish kerak? Bu bir. Ikkinchi yana bitta savol bor. Bizni sog'lig'imizni o'ylayotgan bir bag'rikenglik bilan bizni o'ylab qaror chiqaryapti, utilizatsiya oshiryapti va hokazo. Ekologiya masalasida Mavrik hozir to'g'ri masala ko'tarildi. Mana ekologiyani yaxshilash fonida elektrokarlar sotib olish, uni xarid qilish jozibadorligini oshirish haqida yaxshi gaplar gapirilgan edi. Men oddiy misol 23-yilgi statistikani ko'tarib ko'rdim. O'sha yerda O'zbekistonda 23-yil 1-yanvar holatiga 113 mingdan oshiqroq onkologik kasallik bilan chalinganlar ro'yxatda turar ekan. Zamirni o'rganib ko'rsam, aynan iflos shahar va ekologik muhitni buzilishi ham aynan onkologik kasalliklar bilan kasallanishi bir omillar sifatida baholanar ekan. Ya'ni biz odam o'limini kamaytirish uchun mana bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi xizmati nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, biz tezlikni tushirishga, pogreshnikni bu tezlikni oshirishga qaratilgan harakatlarda mana Qonunchilik palatasiga uravur hozir fikrlar ketyapti. Pogreshnik berish kerak emas, bu 10 km tezroq yurish bilan barobar o'lim soni oshadi. Kechirasiz, mana bu onkologik kasallik bilan chalingan va oqibatda o'layotganlar yoki bo'lmasa o'sha havoni ifloslanish. Mana bugungi indeks erta 114 ko'rsatyapti. Havoni ifloslanish darajasini belgilovchi maxsus xalqaro indeksda 114. Bu nafas olish yoki bo'lmasa sog'lig'ida jiddiy muammolar bor uchun xavfli deyapti. Ammo bu hech qayerda gapirilmaydi. Mana bugun Moskva taqib chiqing. Bugun havo o'ta iflos. Mana bu zarur choralarni ko'ring. Savol tug'iladi. Fuqaro sifatida, soliq to'lovchi sifatida, ovoz beruvchi sifatida mamlakatga kerakmi yo'qmi? Nega bunaqangi tashvishli, qizil, alvon rangga aylanib ketgan indeks bong urib turgan vaqtda bizga hech kim hech narsa demayapti. Bugun havo ifloslanish darajasi shunga yetdi. Zarur choralarni ko'ring, maska taqing, niqob taqing. Hech qanday ogohlantirish yo'q. Men juda ham ko'p aytdim. Favqulodda holatlar yoki bo'lmasa o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi. Biz nima qilaylik? Men Toshkent viloyatidan turib video tayyorlagan edim. Havoni ifloslanish darajasi eng cho'qqisiga yetdi. Biz hattoki o'sha reytingda peshqadammiz, bermayapmiz. Doimiy mezbonga aylandik. Savol, fuqaro nima qilsin bunday vaziyatda? Nima qilaylik? Mana bizga yo'l ko'rsating. U haligi qizil chiroq yonib bo'lgan, signal, tashvish signali yonib bo'lgan. Nima qilaylik? Men hali na radioda, na televideniyada biron bir rasmiy chiqish bilan chiqib, odamlarni ogohlantirgan bir mas'ulni ko'rmadim. Go'yoki qanday qilib bo'lsa ham vaziyatdan o'zing chiq. Mana elektrokarlar aynan mana shu ifloslanishni oldini olish uchun ham go'yoki ruxsat berildi. Boshida subsidiyalar, Fransiya misolida oladigan bo'lsak, 5000 yevrogacha Makron 5000 yevrogacha subsidiya, ya'ni fuqaroga elektrokar, butun Fransiyani elektrokarlar bilan ta'minlayman degan juda ham katta bir dabdabali rejani o'z oldiga qo'ygan.
Biz haligacha DVS, ya'ni ichki oyda ayting, ya'ni siz 20 ming dollarga agar mashina sotmoqchi bo'lsangiz, o'shani 5 mingini davlat beradi deb davlat ayting, to'lab subsidiya, beradi. Ya'ni albatta. o'sha elektrokarga DVS, ichki yonuv dvigatelli transport vositasidan kechib elektrokarga o'tishini rag'batlantiryapti davlat hukumat. Bizda aksi bo'lyapti-ku. Hozir mana boj oshirildi. Biz 2020-yil Vazirlar Mahkamasining 347-sonli qarori qabul qilingan edi. Ana o'shanda davlat boji stavkalari men hisoblaganman, o'sha yil, o'sha vaqt juda ham yaxshi yodimda, chunki men bojxonaga zaпрос berganman, ya'ni so'rovnoma yuborganman. Koreyadan avtomashina xarid qilish uchun men transport vositasini hamma texnik parametrlarini kiritib bojxonaga so'rov yuborganman. Mana shu transport vositasini xarid qilishim uchun men qancha boj to'lab berishim kerak? O'shanda 11 ming AQSh dollarga teng bo'lgan transport vositasi uchun 20 ta 30 ming atrofida 30 mingga aylanish haqida menga rasmiy javob xati bergan turibdi. Biz 347-sonli qarordan kelib chiqadigan bo'lsak, 2021-yildan boshlab eski transport vositalarini ixtiyoriy utilizatsiya qilishni rag'batlantirish mexanizmi joriy qilinsin degan topshiriq ketgan edi. Bu topshiriq ketganiga mana hozir 2025-yildamiz. Gap 21-yil haqida ketyapti. Savol, bu mexanizm ishladimi, ishlamadimi? Yo mamlakat fuqarolar bu qonundan xabari yo'q, bu qarordan xabari yo'q, o'qimaydi ular. Ular ana shu topshiriqdan xabari yo'q deb o'ylaydimi? Yo'q, biz o'qiyapmiz. Shaxsan o'qiganman, xabarim bor. Bu mexanizm qachon ishga tushishi bilan qiziqyapman. Qachon uyimizga kimdir kelib eski transport vositasini topshirgan, men rag'batlantiraman, yangisiga almashtir. Siz aytgandek, hozir yangisiga almashtirish muammo bo'lib turgan bir vaqtda elektrokarlarga belgilangan utilizatsiya yig'imi men uchun yo'q, utilizatsiya uchun davlat boji oshirib beriladi. Utilizatsiya mana hozir aytdingiz-da, yo'q utilizatsiya uchun. Biz oddiy eski avtomashinani hali utilizatsiya qilish mexanizmini joriy qilmasdan turib, elektrokarlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lyapmiz. Ya'ni o'sha qanday sig'imdagi, qanday turdagi akkumulyator bo'lmasin, biz o'shani utilizatsiyasi haqida o'ylayapmiz, u uchun boj olyapmiz. Ammo uni utilizatsiya qilish, qayerda, qanday tartibda amalga oshiradi, bu mexanizm ochiqlangani yo'q. Ya'ni ko'r-ko'rona xuddi yo'q avtomashinaga to'lov qilgandek boj uchun to'lov qilyapmiz. Boragana ertaga boshqa bir mamlakatga u transport vositasi reprodaja, ya'ni qayta sotib yuboradigan bo'lsangiz, haqiqatan siz to'lagan summalar qaytmaydi, bu ham ochiqligicha qoladi. Va uni konечный итог manbasi qayerga ketayotganligi. Yoki adliya xodimi aytgandek, davlatga o'tgandan keyin u pul endi davlatnikimi? Bizga qaytmaydimi? degan savol tug'iladi. Ha, yo'q, ochiq savollar juda ham ko'p. Savollar ko'p. Endi men bitta narsa aytaman, mana shu biz formulaga keltirishga harakat qilaveramizda, kimdir chiqadi sog'lig'ingiz uchun mana narsa qildik deydi, kimdir chiqadi tabiat uchun bunaqa qildik deydi. Men bir formulaga keltiraveraman, nima uchun bu soliq joriy qilindi, nima uchun bu boj desam, ko'pincha oxirgi paytda shunaqa xulosaga kelyapman. Balki adashayotgandirman, bu meni xulosam. So'z erkinligi, fikr erkinligi bor, har kim o'zini fikrini bildirishi mumkin. Menimcha bizda xohishga qarab joriy qilinsa kerak, soliqlar va bojlar. Soliq va bojlar xohishdan kelib chiqib, xohishga qarab joriy qilinsa kerak deyman. Nimaga desangiz, odamlarning xohishi oynani qoraytirishga edi, tarzitib qo'yildi. Odamlarning xohishi elektromobil olishga edi, tarzitib narxlar ko'tarilib ketdi. Odamlarning xohishi uy olishga edi, tarzitib kreditlar narxi oshib ketdi, shag'allar narxi oshib ketdi, sementning narxi oshib ketdi. Odamlarning xohishi mana soliqda prezidentimiz tashabbusi bilan qilingan aylanmadan olinadigan qat'iy soliqqa o'tishga edi, tarsitib 2026-yil 1-yanvardan bekor qilinishi to'g'risida soliq qonunchiligiga o'zgartirish kiritildi. Tadbirkorlarning xohishida xohlamagan narsasiga majburlaniladi. Xohlagan narsasi bo'yicha bojlar ko'tariladi, soliqlar joriy qilinadi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Odamlarning xohishi avtomobilni yuvib, toza qilib yurishga edi, tarsitib o'sha suv bo'yicha narxlar oshirib yubordi. Odamlarning xohishi konditsionerda o'tirish boshqa edi. Endi misol uchun elektr energiyani men bilmayman, nimagadir shu formulaga tushiradi. Balki shu